Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana bugun 2025-yil 30-dekabr. Bugun sizlarga Xudo xolasa mana shu uyimizning oldidagi dalamizdan, ochiq maydonimizdan ekilgan salat, ramen, salat ko'chatlar, ramen ko'chatlar, keyin ochiqqa ekilgan kashishlarimiz, keyin razmarin ko'chatlarimiz, keyin yana ba'zi bir yerimizdagi holatlarni Xudo xolasa ko'rsatib o'taman. Aynan bugungi shu 30-dekabr holatiga qanaqa holatdaligini ko'rsatib shu haqida bo'ladi videoyim qisqacha. Bugun mana 30-dekabr bo'lishiga qaramasdan kechasi +7 gradus, 6 gradus bo'ldi. Bugunniki mana ertalablari kecha 17 gradus bo'lib ketdi, issiq bo'lib ketdi. Quyosh chiqib ketdi. Panida video qo'ydim. Bugun ertalab shu kechaginikini paninglarning ichi 20 gradusdan baland bo'lib nima qilib ketdi. Hozir bugun sal ob-havo mutliroq bo'lib turibdi. Kechqurunga yomg'ir ko'rsatgan. Inshaalloh 2 kun bir xil bo'ladi, 1 kun yomg'ir ko'rsatgan, xudo xolisa ob-havoda. Hozircha mana sal g'ira-shira bo'lib turibdi, lekin qop-qora nima emas. Hozirgi holatda ob-havosini bilmadim, lekin xuddi bir bahoriy havoga o'xshab, bahor yaqinlashib qolganda fevral havolar bo'ladi-yu, ana o'shanaqa havo bo'lganga o'xshab, shuna havo bo'lyapti. Keyin mana dekabr oyida rosa yomg'irgarchilik bo'ldi, bildinglar. Ob-havochi nimalarni aytish bo'yicha yog'adigan miqdordan 200% yog'di deb anaqa qilyapti, aytishyapti. Qisqasi yog'ingarchiliklar rosa serob bo'ldi, barakali bo'lsin. Endi mana shu yomg'irgarchilikdan keyin ozgina tinish bo'ldi. Shu tinish tinganda mana hozir mana yerlarimiz quridi. Endi chiqib bir ozgina qimillik deb mana birga harakat qilaylik deb mana qo'yman. Mana hozir ko'rib turganingizdek, mana ochiq dalamiz, mana shu joyimiz. Naryoqda eng oxirida kashich, keyin ko'chat, keyin yer haydalgan joy. Mana ramanalarimiz bu yoqda. Mana agrovalakno tegdi razmaning ko'chatlar, yana kashich, bu yana yer haydalgan joy. Naryoqda gullarimiz turibdi. Yerimiz hozircha shu holatda. Bu ramanlarimizning videolarini qo'yib boryapman. Noyabr oxirlarida ekilgan, ochiqga ekilgan, ochiq dala turibdi, jo'gi yopilmagan. Endi hozir bugun buni ustiga hozir anaqa yopib boraman, ota nima edi? Agrovalakni yopib boraman. O'zi bugun ob-havo yaxshi bo'ldi. O'shanda ishchilarni chaqirtirib choptirib yuborsam bo'lar ekan. Shuni anaqa qilib qoldim. Hozir yerlar ham ancha chopiqga kelib qolgan ekan, qurib qolgan ekan. Ustlarini unaqa qirdirib yuborsam bo'lar ekan deb qoldim. Lekin o'tdan ancha toza, stom sepilgan, stom dori sepilgan o'tga qarshi. Baribir o't bor. Hozir agrovalaknosini yopadigan bo'lsa, mana bunaqa chiqayotganlar, mana shu chiqayotganlar anaqa qilib ketadi. Rivojiga amalga kirib o'sib ketadi. Mana bu bitta chopiq qilish kerak, chunki pishish kun muddati uzoq. Agarda yaqin bir oyda pishadigan kuzda ob-havo bo'lganda bitta stom dorisi bilan 5 chopiq chiqazib olgan bo'lardik. Endi buni baribir bir sil yeganda chopiq qilish kerak. Endi ertangi yomg'ir ko'rsatyapti. Bu yoq endi hali yana bunaqa holatga keladimi, yo'q bilmadim. Chunki ancha yog'ingarchiliklar tinib nima bo'lgandan keyin yerimiz mana shu holatga kelib anaqa qilganda chopiq qilsa bo'ladigan holatga keluvdi. Kecha ham bunaqa emas edi. Mana bugun ancha kechaga quyosh chiqib nima qilib ketgandan keyin yer ancha yetilibdi. Hozir ko'rib, voy, ishchilarni chaqirib choptirib yuborsam bo'lar ekan deb qoldim. Mayli, necha endi bir gap bo'lar. Bu yog'i ham xudo xolasa hozir bunga agrovalaknolarni yopib qo'yaman. Agrovalakno ham hozir o'tishtalik qolmagan ekan. Endi kelishini kutamiz. Hozircha yetgancha bir 7 tasigami, 7 ta olganmi, 7 ta yetadi inshaalloh. Mana bu yoqda ramenlarimiz, dugada bo'lgan ramenlarimiz pishgandan keyin yerlarni haydab qo'yganmiz. Motoblokda haydab qo'ydik. Endi pluglasa yana ham yaxshi. Buniki motoblokda pluglab qo'ydik. Mana bu yog'imizda batsiyo ramenlari, ya'ni katta ramenlardan ko'chatlar yulingan, bu yerda olingandan keyin qolgan xutga maydalari katta bo'lib qolgan. Bu yoqda mana sotilmay qolgan ramen ko'chati, bu yerda bir 50 ming 60 ming ramen ko'chat bor. Bu yog'imizda bo'lsa mana sotilib bo'lgan iceberg salat ko'chatni o'rni. Bu yerdan alhamdulillah anchagina ko'chat sotdik. Bir 200 mingga yaqin iceberg,
Keyin salat ko'chatlari ham anchagina chiqdi. Bu yerdan ramellar ham anchagina bo'ldi. Endi bu yog'imizga kelsak, mana bu yerdan bu yog'i salat ko'chat. Mana pollardan olib ekilgan. Mana bu yoqlardan olib ekildi. Bir 20 sotuv ekdik. Keyin yana kechagina u 20 sotuvga olib ketdi. 40 sotuvli ekdik. Hali yana bu yerda yana 1,5 gektardan oshiq maydonga yetadigan salat ko'chatlarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol sotib olsanglar bo'ladi. O'zimizda yana 40 sotuv ekish mo'ljal qilib turibmiz. Butlarning usti plonkasi bor edi. Yaqinda ochib tashalgan. Bir xillari o'zi shamoldan ham ochilib ketgan. Salat ko'chatlarimiz holatlari yaxshi. Yani ko'rib turganingizda mana shunaqa chotki bo'lib turibdi. Ochiq dalada bo'lishiga qaramasdan, bu ham noyabr oyida sepilgan. Yo'q, oktyabr oyida sepilgan. Oktyabr shu 20lar atrofidami urug'lar ochilgan. Mana bu yoqda 25-da sepilgan kashnichlarimiz. Mana kechagina Mametdan olib ketdi. Ishchilar mana shu yerdan bitta polni olib ketdi. 20 sotuvdan oshiq maydonga yetibdi. 20 sotuvdan oshiq joyga. Xo'sh. 20 sotuvdan oshiq joyga yetgan. Bu yoqda ramen ko'chatlarimiz, ramenlar ham mana ko'p turganlarda yetilib yotibdi. Ikki tayyor. Endi bu yoqqa kelsak, mana kashnich, eng qizig'i kashnich, chunki salatlarga hamma ham qiziqurmaydi. Bu salat, ramen, tuda bu bunaqa salatli narsalarni ko'pchilik ekmaydi. Iste'moli ham kamroq. Mana anaqaga nisbatan, kashnichlarga nisbatan. Mana ko'rib turganingizda kashnich Kinza. Mana 25-oktyabrda ekilgan bo'lsa, hozir mana 30-dekabr bo'lsa, 2 oylik holati. 2 oyda ochiq dalada mana shu holatda, menimcha normalniy, chunki buni ekkamizdan keyin qattiq sovuq bo'lmadi. Bu kashishlarimiz chiqib anaqa qilib oldi. Yaxshi ildizlar otib oldi. Mana hozir 3-4 quloq bo'lib turibdi. Inshaalloh mana shu salat ko'chatlarimizdan sotib olsak, yana xudo xolisa yerlarimiz mana shunaqa holatga kelib qolsa, shu yanvar oyida ham baribir qanaqadir tinim davri, nima deydi, yong'ingarchilik tingan davrida mana shunaqa yerlarimiz nima qilib tuproqli bo'lib, quruq tuproqli bo'lib turgan holatda ishlasa bo'ladigan holatda inshaalloh mana dugalarimizni bunga o'tkazib yopib buni ham inshaalloh. Mana hozircha mana 1 2 3 ta chimbarg chiqargan. 3 ta chimbarg 4-chisini chiqazyapti. Ba'zilari 3-chisi, 4-chisi. Qisqasi yaxshi holatda. Mana bir xillari 2 quloq ham bo'lib turibdi. Ba'zilari keyin chiqishi ham menimcha yaxshi chiqdi. Sotiga bir 500 grammdan mo'ljallab sepdik. Urug'ini lekin sorti yaxshi-ku, lekin o'zi anaqasi puch ko'paygan. Chunki sababi anaqaganimda bilib qoldim. Chunki urug'ni ivitib ekkanimda ba'zi bilan siqib ko'rsam, ichidan mag'zi chiqmadi, puch ekan, ichi ko'piniga. Lekin urug'ni maqtab sotishgan, u pishganlarnikini ham ba'zilarnikini yaxshi deb qilishyapti, lekin ichida puch ko'proq ekan, sal shuni hisobiga sal siyrakroq chiqdi. Ba'zi bir joylar atak bu yoqqa urug' normalniy sepilgan. Hamma joylari ba'zi bir joylar bunaqa sal zichroqroq ham. Lekin mana ba'zi bir joylar bunaqa siyrakroq chiqqan. U anaqa qoplaydi. Unaqa yomon emas. Mana mashetlari ham yana ham chiroyliroq chiqibdi. Hammasi ular kashnich. Orasida bitta ham adashib o't chiqib qolmagan bo'lsa, o'tga qarshi dori sepilgan. Hammasi bular chiqib turganlar kashnich, o'tlar o'lgan hammasi. Xo'p. O ana chiqib turgan otquloq, keyin bug'doy sifat ana o't bor boshog'li. Ular stom ta'sir qilmagan, chunki ular ildizi ot bo'lgan. Yer haydalganda qolgan shu ildizdan chiqib kelgan. Urug'dan chiqqanlarni hammasini stom taraqa qo'yargan. Misol uchun mana shu yerga stom sepganmiz, o naryoqda rukulamiz ham bor bir chekkada. Qani uni ham bir ko'rsatib o'taman. Xudo xolisa mana rukulamizga dori sepmaganmiz. Mana shu yerda bir chekkasida urqi qo'yaman deb rukula ham sepib borgandim. Anaqada mana rukulalar ham shu kashnich bilan birlana qilgan. Qish bo'lishiga qaramasdan bizadagi qurt-qumursq qilib teshib tashabdi baylarini. Lekin rukula ham juda zich tushib ketib qolgan. Anaqada seyalkada tashaganimizda bunga qumarlashtirish kerak edi. O'zi arzimagan urug'. Shunga ham qumarlashtirib o'tiraman deb sepib boruvdim. Seyalkada mana rad qilib tushgan. 2 qator tashalgandi. Zichroq bo'lib ketgan.
keyin ham set o'shanda seyalkani anaqasi sho'tkasiga qaramagan edim. Sho'tkasi ko'tarilib qolgan ekan. Urug'i munoga qilib to'kib yuborgan ekan. Buni ham mana shunaqa kuzda sevib qo'yib, mana shunaqa anaqa qilib tursa, bitta vashi anaqada yopib yuborilsa, yanvar oxirlarida gumara qarshi fevralga pishib beradi-da. Birpasda baqvat bo'lib. Hani demoqchi bo'lganim, bu yoqni ko'rsatgan sababi mana bunaqa o'tlar chiqib yotibdi. Chunki bu yoqga stom sepilmagan. Bunaqa o'tlar, mana har xil o'tlar chiqib yotibdi. Mana bu yoq tarafda bu yoqdan boshlab уже mana stom sepilgan. Bu yoqda o'tlar yo'q. Mana shu bitta chekkadan bir olsa bo'ladi, bu yoqlar o't bosib bir balo bo'yashibdi. Bu yoqlar toza. Mana shu Oqil Kuchinskiy degan ishchim bor edi. Oqil akam bilan qani kim yaxshi sepishib ana qilgandik. Ularni sepishlari yaxshi ekanu, yaxshi siyri chiroyli separ ekanlar. Urug' puchligini hisobiga ularniki juda ham siyri bo'lib qoldi. Men ko'p sepib borganman, urug' puchligini hisobiga, lekin meniki chiroyliroq chiqdi. Agarda urug' hammasi 100% chiqqanda, men sepganim juda zich bo'lib ketgan bo'lardi. Keyin sovuqda ham urug' ham unib chiqavermaydi. Chunki 25-oktyabr уже qirov tushgan, sovuq bo'lgan. Ikkamizdan keyin birozgina unib qoladigan paytda уже -6 gradus ham bo'lib ketdi. Noyabr 5lardami shu уже unib chiqib bir narsalar bo'lib deyotgan paytda sovuq ham bo'lib berdi. Shu ham bir urug'larning unib chiqishiga ta'sir qiladi. Baribir urug' ichida puch ko'p bo'lgan. Chunki yetib ekkanimda ba'zi bilan siqsam ichida mag'zi yo'q. Shundan vijillab jigaring suvi chiqib yotadi. Ba'zi bilarning mag'zi bor, to'q. Shunaqa edi. Ko'pi mag'zi yo'q, shunaqa urug' edi. Shunaqa gaplar. Agarda o'sha Oqil akam ham sepganlari bo'yicha urug' yaxshi bo'lganda, hammasi yaxshi chiqqan bo'lardi. Ular chiroyli sepuvdilar ekan. Meniki mana shu bundan boshlangan, mana shu ikkita poli sepgan bo'lsalar, bu yog'i men sepgan edim. Men urug' ko'proq sepib boraverdim. Lekin shu puchligini hisobiga urug' nimasi chiroyli chiqib berdi. Mana shu chiqib bersa yaxshi. Endi to'shini bir tutlik razmerda bo'lsa, yana ham yaxshi. Lekin menimcha pamoyim menimcha mana shu holat yaxshi chiqib bersa, qishkiga mana shu holatda chiqib bersa yaxshi mana. Bo'ladi. Siyragan emas, zichan emas, normalni. Hozir mana shu kashish bilan bir xil nimada ramen ko'chatlar ham ekilgan. Kashish urug'idan yorib, u yoq bir narsalar bo'lib chiqquncha bir ancha vaqt ketadi. Bilasizlar, salat bo'lsa birpasda chiqib beradi. Urug' yorib borib degan anaqasi yo'q, uncha-muncha. Men bo'lsam mana bittada bo'lgan narsa. Bu ham, mana ko'rasizlar razinsani. Bu kashish mana yer bilan uncha ko'rinmaydi, ammo ramenlar ko'rasizlar qanaqa holatga kelgan. Mana ko'chatlari ekishga tayyor. Inshaalloh buni ekamiz endi. Yer tayyorlasa ekamiz endi. Mana. Bu yerda qo'shnilarimiz piyozlar ekib qo'ygan. Naryoqda bular ham kapillik sistema qilib. Bizaniki yerlarimiz mana shu holatda, mana ko'rsatib o'tdim, ko'chatlar shu holatda. Orada qattiq sovuq bo'lmadi, lekin qor, yomg'ir, yog'da boshqa bo'ldi. U unaqa o'ta sovuqlar bo'lgani yo'q, oldingi yillarga nisbatan ancha iliq keldi ob-havo. Yog'ingarchilik bo'lgan bo'lsa ham, oldin nimalarda dekabrda bir -15lar bo'lib berardi. Bu nimada unaqa deyarli sovuq bo'lgani yo'q. Agar sovuq bo'lgan taqdirda ham bunaqa bu ekinlarimizga uncha aniq qilmaydi, xudo xolasa. Inshaalloh katta anaqa qilmaydi. Sovuqqa chidamli, mana shunaqa. Nima? Salatlarni ko'chatini olasiz, ekasiz, paniga bu yoshligida xira tortsa ham hech narsa emas. Bular bo'lsa bahorga pishadi, xudo xolasa. Bular ham uncha aniq qilmaydi. Qattiq 20 gradusda bo'lib, ildizini qopqarib olib, bu narsalar bo'lib ketmasa, atagin emas. Salatda 20 gradusda ham qora tegida turib o'tgan, anaqa 25 gradusda ham qora tegida sovuqdan o'tib, nima qilib ekkanlarimiz o'xshab bo'lib bergan. Sinovlardan o'tgan. Mana hozir dugilar tegidiklari yaxshi, anaqasi nima deydi? Bo'y bastalari yaxshi. Ochiqliklarimizdan sal kaltaroq. Mashaqatda bir 1,5 gektarga ham yetadigan ko'chat bor taxminan. Hozir 1,5 gektardan ham ko'p ketadi degan ko'chat bor. O'zimiz ham hozir 40 sotib mo'ljal ekib turib ekish niyat bor. Lekin bu yerda anchagina ko'chat bor. Hozir plyonkalarda tumtarag'ay bo'lib, hamma yoq bir narsalar bo'lib yotibdi. Shamol uchirib yuborgan, qor bosgan. Endi hozir mana shu havo-havoning yaxshiligiga chiqib, mana shularni to'g'irlash uchun chiqdim. Xudo xolasa mana shu videoni o'chirgandan keyin mana shu simlarni, plyonkalarni hammasini to'g'irlab chiqaman. Bundan oldin mana shu plyonkalarni aniq qilganda men
qor bosdi, boshqa bo'ldi, shamol mamti, samolyot o'tib varra ko'tarib yubordi, qitib yubordi, keyin shunaqa mana shunaqa bo'lib yotibdi. Lekin ko'chatlarimizga ta'sir qilgani yo'q. Ko'chatlarimiz hozircha yaxshi. Mana idealniy holatda desa ham bo'ladi. Parnida hozir bunaqa ko'chat topish qiyin, chunki parnida bo'yiga beradi, ildizi nozik bo'ladi. Buni ildizi ham baquvvat, o'zi ham baquvvat. Bemalol sotib olib eksanglar baraka topadigan nima, xudo xolasa, narxlari ham yaxshi bo'lib bersa. Endi bu narxiga anaqa javob bermaymiz, qanaqa bo'lishini o'zi xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'ladigan salatdan. Kasal-pasal emas, bir narsa bo'lib ketmagan, o'sib ketmagan, baquvvat ko'chat. Inshaalloh o'zimiz ham ekamiz xudo xolasa mana shundan. Salomat bo'lasizlar, layklarni bosib, kommentariyada o'zlaringiz izohlarni qoldirib, tavsiyalar bo'lsa nimadir tavsiya qilinglar. Biz ham shu o'rganuvchi, havaskor dehqonmiz, professional emasmiz. Bu videolarni prosta mana shunaqa degan ma'noda qo'yaman o'zi asosan. Oldin ham bu gaplarni aytganman. Sababi mana bir xil negativligi aytib ketaman. Men o'zim bir nima deydi? Professionalniy anaqa u yoq bu yoq deb emas, prosta mashina